Yo, sababni ishlar do'stlar, yaxshimisizlar, charchamasizlarmi? Ishlar bo'lyaptimi, cheki-chekimi? Короче, bo'ldi. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda biz Weapons, ya'ni bunaqa qurollarning modini tekshirib sinab ko'ramiz. Qani bo'lmasam, let's go. Xullas, bu birinchi qurol. Bu qurolni ustiga, ya'ni ekranga bosib tursanglar, shunday qiladi, joni ketadi. Mana. Ham bu sizga tezlik effektini ham beradi. Agar bu qurol sizni inventaringizda bo'lsa, boshqa qurol sizga kerak bo'lsa, tezligingiz kelmay qolsa, bitta ustiga qo'yib olsangiz, yana tez yurib ketaveradi. Mana shunisiga tez yurib ketaversanglar bo'ladi sizlar. Buning eng katta foydasi tezlik bo'ladi. Yana mana busi ham bor. Agar siz burchakka taqalib qolsangiz, bu narsa bilan bitasizlar shunday uchib ketadi. Ancha kerakli narsa. Yo'q, qochibsan. Turasizlar ketadi. Qanaqa afzallik tarafi yo'q, bitta mana shu afzalligi bor. Uzoqqa turaveradi, bo'ldi. Keyin bu mana shu osib turgan narsasi aylanadi, mana. Aylanib jonni yetkazadi. Mana uchiraveradi bu ham. Bu juda ham ajoyib mod. Buni men kanalimda birinchi videoda ko'rsatib o'tganman, lekin to'liq ko'rsatmaganman. Bir kun kelib niyat qildim, mana niyat ham erishilyapti. Mana bu qurol ko'ryapsizlar, mana uchiraveradi, tepaga uchiraveradi. Keyin pastga tushgandan keyin mana joni ketadi. O'ldani. Ko'ryapsizlar? Shunday kirasizlar, bu shu. Shunday turib turaversanglar, uzoq uchib ketadi. Xo'p, avval mana shu uramiz. Bu shunaqa afzallik tarafi yo'q, lekin bunday qilib effekt beradi bunga. Ya'ni sekinlashtiruvchi effekti. Mana ko'ryapsizlarmi, yonidan effektdan qanchalar chiqyapti, ko'ryapsizlar? Mana o'sha effektni beradi bunga. Bu uni barbarak qilib qo'yardi. Maligi esimda yo'q, lekin ancha-muncha jonni oladi. Ikkita udarda o'sha mazasini qochirsalar ham bo'ladi. Mana bu boshqacha effekt beradi. Hammasini o'zini har xil effektlari bor. Sinab ko'rsanglar bilasizlar. Mana. Keyin mana bu ham bor. Mana. Bunday o'rsanglar, yonida turganini ham mazasini qochirib qo'yish mumkin. Qayerga ketsa. Ketaverasizlar. Bu ketmon ham bu. Ketmon vazifasini ham bajarsalar bo'ladi. Bu bilan mazza. Keyin bu yerda boshqa qurollar ham bor. Mana shuncha qurollar. Mana bunaqa boltalar ham bor hattoki. Mana daj qilishlar ham bor. Xohlagan rudalaringdan yasasalar ham bo'ladi. Juda ham foydasi katta. Daji qalqonlar ham bor, tridentlar bilan. Mana tridentlar. 14 attack damage. Eng ko'p oladigan mana shu. Mana. Bunday qilasizlar, ko'ryapsizlarmi? Bitta itaradi. Bitta yedirib qo'yadi. Yaxki, qochishsan. Oppa. Sal sekin ishlab qolibdi. Buni qaranglar. Yo'qotishini qaranglar, kattaligini qaranglar buni. Вообще да, bu просто. Creeperga o'tamiz ana. Bu portlab ketdi. Demak, reaksiyaga keltirganda. Mana shunchaki ajoyib modlar bular. Просто ajoyib. Просто Endermanga ta'sir qilmaydi. Xullas do'stlar, bugungi video mana shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Video biroz kam bo'ldi. Keyingi safar bundan ham zo'rroq modlarni, ya'ni top 5 action modlar videosi chiqadi. Kutib qolinglar albatta.